Assalomu alaykum. Neyromed klinikasiga ikkinchi marta kelib davolanishim shu menga ma'qul bo'lganligi uchun yana keldim ikkinchi marta. Shifokorlarimiz doktor Saidov, Komiljon, Shirinsuxan hamshiralarimiz hammalari menga o'zlarini muomalalari bilan mana shu klinikani davolash uslubi menga juda ham yoqdi. Rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman. Hammalariga rahmat. Allohga shukr. Mana bugun 5-kun og'riq his qilmayapman. Juda ham yaxshi o'zimni his qilyapman. Borlariga shukr. Ertalabdan kechgacha hamma muolajalarni tinimsiz olib boradilar. Menga yoqqan tomoni ertalab gimnastikaga, fizioterapiyaga chiqamiz sport zallariga. Keyin fiziolecheniyaga, keyin kapelnitsalar ulaydilar palatamizga kelib. Elektronli massaj, ruchnoy massaj. Bu yerda qisqasi hamma sharoiti bor. Agar klinika emas, men sanatoriya deb atagan bo'lardim. Bu yerni shunaqa sharoitini, shifokorlarni shunday xushmuomalaligini ko'rib, o'zim hammalaridan minnatdorman. Katta rahmat shifokorlarimizga. Kollektivlari bitta oiladek bo'lib, birlik bor. Shunaqa yaxshi kollektiv. Men havasim keladi. Hammalarini hurmat qilaman. Bemorlar bitta men emas, bemorlarimiz hammasi minnatdor.